Salom hammaga, Fraser Gaming kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda biz bir ikkita bolalar bilan horror o'ynaymiz. Mana shu ikkita bola Living Hall va Nicola bilan horror o'ynaymiz. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, tushib ketdik pastga. Uchalamiz ham o'ldik. Xo'p, bu backrooms bilsanglar kerak mana. Wow, mana bu haqiqiy backroomsga tushib qoldik. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Bitta menimcha yo'l yo'q. Bu tarafdan ketaveramiz bolalar orqasidan. Juda tez yuryapti. Fanar yoritadimi, yoritmaydimi bilmayman. Yoritsa kerak. Bekorga berilmagan. Mana bu nima? Bu stul. Oddiygina stul ekan. Okey. Yuringlar ajbaga. Nimadan u balla qaranglar. Mashina avariya bo'lyapti-ku. Qattiq ko'rganman-da shuni backroomsda bir ikki shortsda ko'rib qoldim. Xo'p, mana ular kamerada qo'ygan kallasiga no escape. Qutula olmaysanmi shunday qaraychi. Qutulish yo'q. Bu tarafdan yuraylikchi, bolalar orqasidan nimadir chiqib qolar balki. Mana bu Pepsi ichami, Red Bull qanoatlantiradi. Olaylik shuni. Ichib ko'rsak nima bo'lar ekan? Da, bu tez yurdir ekan. Ekanlar, xo'p, okey, mana bu tutamiz. Bitta nima yo'q. Yo, tushib ketdim. Nima bo'laydi akalar, qaytib ketaverdi. Yo'q, buni siz kirdi. Sevgiga. Xo'p, akalar tushib ketdi. Tushundim. Kimdir tushib ketsa, hammamiz jabrini ko'rayotganmiz. Bir kishi hamma uchun, mana bir kishi uchun degan maqolos bitta. Shunaqa bo'lyapti. Boyaman tushib ketganimga hammamiz birga bitta joyda spawn bo'ldik. Shuning uchun tushib ketmaslikka harakat qilish kerak. Shuni chuqurlarga olib yuraveraylik, chiqarma mana bu ekan. Bolalar orqasida yuribmiz. Okey. Nimadir, unchalik tez yurolmay qoldim negadir. Nima deyapti? I'm hero kirdi yana. Jump scares qanaqadir qo'rqinch narsalar yana nimalar. Xo'p, ular qayerga ketayotgan bo'lsa, arvoh recordings degan narsa turgan ekan. 3 ta tepada hozir ko'rinish. Bu demak mana bu recordings degan video olish, kameraga video olish kerak ekan. 3 ta video, 3 ta narsa video olish kerak. Xo'p, qani videoga tushish kerak ekan. Mana bu yerda nima bor? Yo'lu chiqdi varning. Jump scares o'qitadi kimdir sizlarni. Loy kerakchi. Bitta nima bor ekan? Bitta kim bor ekan? Kim yo'q? Onlaynga borish kerak emasdi. Arvoham bo'lishi mumkin-da. Bu tarafga borsa yaxshi bo'ladi-yu. Bolalar orqasini o'rganamiz. Qani ketuvchi bolalar mana shu yerga. Kimdir bor deydi, mana bu yerga. Kimdir val. Mo'l. Mol bitta tushib ketdi yana. Mana Aymira tushib ketdi. Shuning uchun biz ham tushib ketdik. Hop, yana borish kerak o'sha joyga. Tez yurib bo'lmayapti. Coca-Coladan tsak balki tez yursa bo'lar. Mana shunaqa. Hop. Video qilish kerak, короче, dalil topish kerak, isbot. Nima yozingiz, nothing. Bu nima degan yoz. Qanarda olsak, yorug'lik ko'rinadi hozir bo'lsa ham. Xo'p. Balki nima yozuv bor ekan. Voy, qoch. Qoch darrov. Voy, kimdir o'ldirib qo'ydi akalar. Kutilmaganda kelib qoldi odam qo'rqitib billahi. Ko'rdinglarmi basharasini? Ana ko'raylik, tez yuramiz. Yurib ketaveramiz. Ana shu arvohni nima qilish kerak kerakchi. Hop, fanar. Qoch. Kelyapti. Loy, yana kimdir o'ldirdi. Men o'lmayapman, lekin kimdir o'ldirib qo'yapti. Loylar o'lmanglar, go baby.
Ketamiz mana shu yerga. Mana o'ng tomonga bo'lsa kerak. Chap tomon. Nimadan u? Qochaylik, arvoh yuribdi netga. Nimadan u? Rasm ekan. Voy loy, shuni arvohni o'ylabman. Mana bu qizil joy. Qaranglar atmosferani chiroq. Men bir rangdan chiroqni o'ylabman bu qizil. Ana yerdan ham qizil yorug'lik kelyapti. Exit. Chiqish. Eshiklar ochilmayapti. Xo'p, mana bu Living okey ekan. Mana shu yerga nima bo'ragan yurishda aylanib turamiz yura. Chopping. Men chopolmayman chunki menda boya Red Bull ichmaganman. Okey. Hop, mana bu yerga qorong'uligini qaranglar, fonar olamiz. Arvoh chiqib bo'lsa odam yurang. Qanaqa kelma deyman-a? Men o'ldirdi akalar. Odam qo'rqitib yubordi, lekin men yuragim ton tushib ketdi. Qayerdan keldi o'zi bilmadim. Mana loyni cho'laylik-da. Choq ursak keyin chans arvoh jonga deydi, lekin men arvoh kutilmagan kelib qolyapti. Asabga tegib. Bunaqa ovoz chiqarmaydi-ku, shuni deydi-dayin akalar. Bunaqa tuyuladi. Ovoz yo'q. Mana basharani qaranglar, loyni basharani qo'rqitdi. Bitta ham yo'l yo'q, batta ham yo'l yo'q. Suqali betdan chiqamiz. Kam. Xo'p, bitta ham ishlar yo'q akalar. Qayerga borsak? Mana bu yerlarga boraylik-chi, nimalar kimlar bor ekan? Xo'p, mana bu yerga hech kim yo'q. Bitlardan ham izlab ko'ramiz. Recording hali ham 3 tadan 0 ta. Tezroq topish kerak dalil video. Mana mashina birinchi joyga kelib qolibmiz. Endi yana o'sha joyga borish kerak. Bola orqasi yuraverchi. O'sha tomonga arvoh bor tomonga boraylik-chi. Qani. Dalil isbot toparmiz balki. Tushib bitmas kerak. Tushib bitsak hammani qarg'ishda qolamiz, chunki bizda hamma o'ladi. Arvoh chiqib yomon qo'rqitib yuboradi, lekin loy chiqib bo'lmasin do'stlar. Kutilmaganda chiqib bo'lsa, loy yurayoq. Yomon arvoh o'ylayapman, nima shu rasm. Qaranglar, haqiqiy rasm. Kiramiz men akalar, balla qayib qolib bilan topish kerak. Red Bull ham yo'q, juda sekin yuryapmiz. Sudrali. Nima bitgan chiqimdan to'g'ri borish. Hayda bolalarni ko'rmayman yozuvdi. Ismi yozuvdi. Olay chiqani. Xo'p, Living home shuni ko'ringanda bo'ldi. Yo'l yo'q, tezroq borish kerak mana bu yerga. Tezroq topsam ko'nglim joyiga tushadi. Qo'rqmayman, fanar yo'q, qolamiz qorong'i joylarga. To'xtanglar, ketmay turinglar, ritual akalar. To'xtanglar. Voyna qo'yib keldilar. Ana rasmni chiqib, arvoh rasm. Ash Pepsi emas ekan. Red Bull demoqchi. Red Bull topish kerak. Hop, yuraveraychi, kim nima bor ekan? Arvohni o'ylab qoch. Yo, to'tira qochish kerak emas. Bular hujum qilmayapti bu. Nimadir bo'lib qoldi akalar, tayda nimadir bor-da. Nima qilibdi bu? Qochsam-kana, hozir hammamiz hujum qilib o'lib ketsa. Uni Living nimaligini bilmayman. Ol o'sha narsani. Recording skin bitta bo'ldi-ku deylar, 3 tadan bitta bo'ldi. Menimcha o'sha narsani olganiga yana bilmadim. Xo'p, yaxshi, bittaga recordings bitta bo'ldi. 3 ta qo'ysak shu recordingsda tezroq
O'yinni tezroq rahmat Red Bull chan berdi. Endi uchamiz hammamiz birgalikda ichib olamiz Red Bull chan. Endi go akalar. Biz Mbappemiz, Flash'dan ham tez Sonic'miz akalar. Ketdi. Go. Tez ikkita bo'pti akalar recordings kimdir topibdi yana bilmadim. Siz uchta bo'lsa akalar. Hop, exit tomonga yana izlaymiz. Exit. Baba yuringlar orqalada yuraman men. Hop, bitta kim edi-yo bet? Tanishmi? Yo'q. Birinchi bitta ko'ryapmiz. O'tirish Red Bull'dan tugadi menimcha, da. Qani. Fanorchan yo'q qolsak zo'raydi. Har xil karvotlar. Xo'p. Nimadir bor recording zero ishda qilish kerak. Bitta hech nima yo'q. Lenin ketdi. Biz ham boraveramiz ular orqasidan. Xo'p, hozircha hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Eshiklar bitta eshik ochiq bo'lsa ekan. Hech bo'lmaganda-da. Hop, qani mana bu yerga chap tomonga boramiz. Qani nima bor ekan? Bitta boyagi joy menimcha. Hech nima yo'q. Ay, akalar bitta hech nima yo'q. Jonga tegib izlab. Qaytachi ballan orqasidan boraveraman. Mayli, qayta nima qilaman? Bitta ko'rmaganman. Ikkinchi marta kelib o'qiyamiz yo'q betga. Qani, bu tanishmas. Izlab chiqaylik-chi. Xo'p, odam qo'rqyapti hozir-ku, nima yoqda? Time loop. Vaqt nimasidir. Qanaqadir qorong'u joylar kelar. Xo'p, balla qayerga boramiz akalar? Red Bull topdim. Mana Red Bull chanishligini ovozam. Birdan icholmayman kerak bo'lib qoladi. O'ylaman. Mana shu qizil yo'lagi ichiga ketsam ekan. Mana bu yerga nima bor ekan akalar, bir qarab ko'raylik-chi. Menimcha hech nima yo'q. Hop, qayerga boramiz endi, bolalar? Hech qayerda o'zi hech nima yo'q bu yerda. Nima bo'pti? Recordings 3 dan 3 video olindi degan narsa chiqdi ko'rgan bo'lsanglar. Hop, zavenni qayerga tushib qoldik bilmadim. Hozir hech nima ko'rinmayapti. Mana bu yerga tushib qolibmiz. Hop, bit qatakni. Xo'p, akalar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.